Assalomu alaykum azizlar. Bizda bugun Mavjudaxon bilan jonli efir bo'lib o'tadi. Bu efirda biza hamshiralik to'g'risida, Amerikadagi hamshiralik to'g'risida va nurse practitioner degan hamshiralikni yuqori pog'onasi to'g'risida gaplashamiz. Hozir men Mavjudaxonga taklifnoma yuboraman va ular qo'shilishlari kerak jonli efirimizga hozir. Mavjudaxon invite. Men Mavjudaxonga taklifnoma yubordim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Mavjudaxon. Rahmat, xudoga shukur. Instagramdan qo'rqaman-da, o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Bilasiz, internet haliydi. O'shanga yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi. Bog'lanishlar zo'r. Qanaqasiz, tuzimisiz, ishlar bilan? Rahmat, xudoga shukur, ha. Bugun day off, haliyam ertadan endi ish menga 4 kun. 7 kun dam oldim uyda, rosa yaxshi. Bu qanaqa mazza? Ana hamshiralarning ishi Amerikada qanaqa bo'ladi? Shunaqa, tibbiyotda ishlasangiz juda ham nimalari ko'p. Chunki uni ish kunlari juda ham flexible. Ozgina inglizcha qo'shib yuborsam, uzr so'rayman oldindan, lekin rosa harakat qilamiz. Uzr, men ham shunaqa hammaga aytaman. Men oldin ko'pinchalik ruschada boshqa kanallarim bordi, ruschada ko'p gapiraman, o'sha yerda ham inglizcha qo'shardim. Hozir endi o'zbekcha ham, inglizcha ham, ruscha ham hammasi aralashib bo'lib ketyapti. O'shanga xudo xolasa amallab shu efirni o'tkazib olamiz. Shunaqa. O'shanga siz ham hech uyalib o'tirmang. Endi bor narsa biz har kuni ingliz tilida gaplashamiz, til o'zgaradi. O'shani ayting. Shunaqa, ayniqsa ishda ham butun inglizcha terminlar ishlatasiz. O'shanga odam tili o'rganib qolar ekan. Hatto tushingizni ham inglizcha ko'rasiz-ku. To'g'ri, bir tarafdan lekin bizga hozir efirimizga qo'shilayotgan odamlarga bu ham foyda. Ingliz tilida tillarni, so'zlarni eshitib har qancha o'rganib olishadi bemalol. To'g'ri aytasiz. Va oldindan sizga katta rahmat, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman shu jonli efirga rozi bo'lganingiz uchun. Va men birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam o'zingizni tanishtirsangiz. Chunki men bilaman siz nurse practitionersiz, lekin bizani hozir eshitadigan va keyinchalik videoni yozib qoldirsa, xudo xolasa o'sha yerda ko'radigan odamlar bemalol tushunishsin, sizni ishingiz nima qilyapsiz, qanaqasiz, o'sha narsalarni tushuntirib bersangiz iltimos. Albatta, o'zimni tanishtirishni boshlasam, birinchi oilamdan boshlamoqchiman. Chunki meni kimsiz desangiz, xudoga shukur 3 ta chiroyli farzandim bor, ajoyib turmush o'rtog'im bor deb boshlayman. Uchala farzandim ham katta bo'lib qolishgan. Katta qizim bu yil institutda, universitetda oxirgi kursda o'qiydi, pre-law, yuridическийga yo'naltirilgan. Ikkinchi qizim bu yil endi birinchi kurs o'qishga kirdi. U pre-med, meditsinaga yo'naltirilgan. Kenjatoyim o'g'lim, uni ko'pchilik biladi internetda, hamma ochiq. U 15 yashar, sophomore, 10-sinf. Bu yil uni doim biz meditsinaga yo'naltiramiz dedik. Bu yil hech indamas edi. Bu yildan boshlab men biznesga boraman deb aytyapti. Endi o'tiribmiz endi dadasi bilan kutib, qani ko'ramiz. Xo'jayinim Akmal aka, ular ham nurse bo'lishgan, birga nurse hamshiralikka o'qiganmiz. Undan keyin hamshiralikni oliy tabaqasi nimasi oliy o'quvda doktoranturada o'qib nurse practitioner unvonini olganmiz. Ikkalamiz ham Akmal aka pediatriya sohasida, men kichkinalarim, kattalarim shunaqa qilib oilaviy nimani to'ldirsak bo'ladi. Undan tashqari meni o'zimning kanalim bor Instagramda, o'zim otim, familiyam bilan u yerda oilaviy narsalar gapiramiz, Amerikadagi hayot. Biz ko'pincha Akmal aka bilan Amerikada yashayotgan o'zimizni o'zbek xalqimizni agar tibbiyotda qanaqadir ham praktikalari bo'lsa, O'zbekistonda o'qib tibbiyot bilan shug'ullanib kelgan bo'lsa, o'shalarni qaytadan yana tibbiyotga chorlash, ularga yo'l yo'riq ko'rsatish. Chunki biz o'zimiz yo'limizni topish uchun juda ham uzoq vaqt ketgan. Shuning uchun podkast ham ochdik. Podkastimizda shu
tibbiyotga yo'naltirilgan, hamshiralarga moslangan ko'prog'i. Qanaqa qilib hamshira bo'lish mumkin? Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Amerikaga qanday qilib hamshiralik bo'yicha kelib ishlab oilangiz bilan green card olish yo'llari, NCLEX haqida, xullas hamma narsa tibbiyot haqida. Baraka topinglar, rahmat kattakon. Keyin siz mana shu hamma keyin qiziqtirayotgan odamlarga mana shu agar internet bu narsa problema bo'lib qolmasa zapis qoldirishga harakat qilaman, lekin xudo xohlasa shu o'xshasa o'sha yerda birinchi kommentariyada man ko'pinchalik mehmonimni qanaqa topish mumkin, qaysi Instagram va qaysi sahifa bo'yicha o'sha hamma informatsiyani qoldirib yozaman. O'shanga kim qiziqsa keyinchalik siz bilan bemalol bog'lanishsin. Albatta. O'shanga katta rahmat. Va yana so'ramoqchi bo'lgan narsam, shunchalik chiroyli go'zal oilangiz to'g'risida gapirganingiz uchun katta rahmat. Bu hamma uchun keyinchalik motivatsiyaga juda yordam beradi, chunki O'zbekistondan kelib shunchalik oilaviy hammanglar o'qimishli, ziyoli bo'lishga harakat qilib, shunchalik bolalaringiz ham nima deyiladi, keyinchalik kelajakda yana zo'r kasblarga ega bo'lishadi. Va bu yerda O'zbekistondan kelgan ko'p odamlarimiz bor, ular ham bolalarimni nima qilaykin deb o'ylashadi. Shu sizni videoni ko'rib o'shanga ular ham orzu havas qilib, xudo xohlasa keyinchalikda bolalari ham sizni bolalaringizga o'xshab yaxshi joylarga o'qishga kirishsin va shularni eshitish ham foyda. Yana so'ramoqchi bo'lgan narsam, biza masalan, men ham kanalimda ko'pinchalik hamshiralik, bizani o'zbek tilida hamshira, lekin Amerikaga kelganda bu registered nurse deyiladi. O'shanga shu registered nurse, men o'zim registered nurseman, siz nurse practitionersiz. O'shani sal tushuntirib o'tsangiz, chunki men aytaman, Amerikada hamshiralar doktorlarga o'xshab bemorlarni qabul qilishi mumkin, diagnostika qilishi mumkin, laboratoriyaga masalan qon analizlariga направлениялар berishi mumkin va keyinchalik har xil dori darmonlarni yozib va keyinchalik yana o'sha dorilarni olgandan keyin bemorlar qaytib yana mana shu davolanishni davom ettirishadi. Shu nurse practitioner bilan ham hamma hayron qoladi. Nimaga doktor emas, doktoringlar yo'qmi? Yo'q, doktor bor, lekin nurse practitioner ham bor. O'shanga siz sal tushuntirsangiz, nurse practitioner o'zi nima? Albatta. Endi bizni ko'proq, ayniqsa meni kuzatuvchilarim ham 70% O'zbekistondan, SNG davlatlardan kuzatishadi. U davlatlarda Amerikadagi tibbiyot sistemasi hali yo'lga qo'yilmagan. Xudo xolasa bir kun kelib, bizni katta maqsadimiz bor, O'zbekistonda ham hamshiralikni bakalavr darajasiga chiqarib, undan keyin magistratura, doktoranturaga xudo xolasa yo'llar ochilishiga sababchi bo'lmoqchimiz. Lekin Amerikada tibbiyot tizimida 4 xil struktura bor. Bu masalan bolnitsani oladigan bo'lsangiz, bolnitsada hamshiralar ishlaydi. Hamshiralar ularda bakalavr unvoni bo'lishi mumkin yoki associate deydi. Associate degani bakalavrdan sal pastdagi o'quv tizimi hisoblanadi. Ular 2 yil o'qib associate oladi. Lekin hozirda associate degreesi bo'lgan hamshiralarni bolnitsalar ishga olyapti. Hammasi ham emas, lekin kattalari oladi. Lekin shunaqa nima bilan 2 yil ichida sen bakalavrini olishga o'qishing kerak degan uslubiya bilan olishadi ishga, hamda bolnitsani o'zi pul to'lab ularni bakalavrini olgani yordam beradi. Hamshira nima qiladi bolnitsada? Hamshira kasallar dorisini beradi, kasallarda davleniyasini o'lchaydi, ularning nevrologik holatini, umumiy holatlarini ko'rib, doktorga xabar beradigan odam hamshira. O'shaning uchun hamshira bu bolnitsani yuragi desam adashmayman. Undan keyin bizda Amerikada nurse practitioner bor, hamda physician assistant bor. Bular qo'pol qilib aytganda doktorning yordamchisi hisoblanadi. Ular ham xuddi doktorga o'xshab diagnoz qo'yamiz, dori yozish huquqimiz bor, diagnostikaga jo'natish huquqimiz bor. Umuman xuddi doktorga o'xshab kasalni muolaja qilib, diagnoz qilib, xuddi o'shunaqa parvarishlaymiz. Endi Amerikani maqsadi shunaqa bo'lganki,
doktorlar ko'p spetsializatsiyaga berilib ketgani uchun shu o'rtadagi bo'shliqlar to'ldirish uchun physician assistant yoki nurse practitioner degan sohani kirgizishgan. Nurse practitioner, physician assistant ikkalasi ham umuman olib qaraganda почти bir xil ish qiladi, lekin physician assistantlar o'quv davomida ular ko'pincha больницаning ichida praktika qiladi. Ular xirurgiyaga kirishadi, jarrohliklarga kirishadi, ular hamma больницаning sohasiga kirib chiqishadi. Lekin nurse practitionerlar ularda ham 3-4 xil sohalari bor. Masalan, meniki oilaviy bo'lgan, kattalar va oilaviy. Biz mana oilaviy Amerikada biz primary care deymiz. Oilaviy borib ko'radigan doktorlaringizni joylarida, keyin yana outpatient deymiz, больницаdan tashqaridagi klinikalarda, nevrologический klinika, nevroxirurgический, kardiologический, dermatologiya, allergический joylarda praktika qilamiz. O'sha bizni farqimiz physician assistant bilan nurse practitionerda. Hamda physician assistant uchun sizda bakalavr unvoningiz bo'lishi kerak, shu pre-med. Nurse practitioner uchun esa sizda nursing, hamshiralik diplomi, bakalavr diplomi bo'lishi kerak. Bu ikkalasi shu doktorlar spetsializatsiyaga ketgani uchun hamda doktorlarga больницаlar bizdan ko'ra ko'p to'lashadi. O'shaning uchun pastda masalan bitta doktor uchun 6 ta 7 ta physician assistant bilan nurse practitionerlarni ishga olishadi. Hamda bu mana u chet qishloqdagi, uzoq shaharlardagi meditsina strukturasini ham yaxshi olib borilishiga yordam beradi. Keyin esa doktorlar oxirgi pog'onasi. Endi doktorlar ularda o'qish yili ham ko'p. O'qishni bitirgandan keyin ularda o'qishlari ozgina chuqurroq, o'qishni bitirgandan keyin rezidentura qilib, keyin sertifikat olishadi. Shu o'shaning uchun biz hozir ham nurse practitioner bo'lsam ham o'zimni nurse deb tanishtiraman, hamshira deb tanishtiraman, chunki bu hamshiralikni oliy toifasi. Oliy toifasida siz masters olishingiz mumkin. Nima bo'ladi o'zbekchada masters? Magistratura yoki doktorantura olishingiz mumkin. Biz xo'jayin ikkalamiz doktoranturani o'qiganmiz. U ozgina uzoqroq bo'ladi. Doktorantura sizga mana administratsiyalarda ishlagani yo'llar ochib beradi. Research, mana izlanishlar qilgani, yoki больницада quality improvement deydi. Nima? Sifatini oshirish sohalarida ham ishlagani bizga yo'l ochib beradi. Hamda akademiyada ham ishlasangiz bo'ladi, doktorantura bo'lsa. Masalan, doim aytaman, qarasam menimcha biron universitetda professor bo'lsam kerak. Kasallar kelmasa. O'shunaqa yo'llar bor. Savolingizga javob beraldimmi? Menimcha ko'p bilmayman. Yo'q, juda men xursand bo'layotgan joyim, men sizni eshitib hammasini xursand bo'laman. Menga nimasi yoqyaptiki, siz nafaqat mana hozirgi yo'lingizni aytyapsiz, keyinchalik nima qilishingizni, pensiyaga chiqishdan oldin kelajakni ham plan A, plan B'larini gapiryapsiz. Chunki men nimani taqqoslaштiraman, chunki men O'zbekistonda ham jarrohlik hamshirasi bo'lganman-da. Bizda o'ta plan A, plan B yo'q edi. Mana hamshira bo'lasan, pensiyaga shu hamshiralik bilan chiqib ketasan. O'ylamasdik, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Menga shu Amerikaga kelganimda boshida men shularni tushunmaganman-da, keyin tushunganimda men shunaqa hayron qoldim. Yopiray, shu Amerikada hamshiralikni nima desa bo'ladi, kelajagini kuchliligini. Chunki biz faqat mana hozir o'zida ham siz aytyapsiz, qancha mana shu направлениялар bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Va bu yerda bizda ko'pinchalik mana shu savollar menga keladi, necha yoshgacha ishlasa bo'ladi? Tushuntiraman, odamlar bu yerda o'lguningizcha ishlasanglar bo'ladi. Faqat to'g'ri. Holatinglar nima deyiladi? O'lib qolmasanglar, so'tayanglar bo'lsa
Желание bilan состояние bo'lsin deydi. Shunaqa, Chunki shunaqa, shunaqa. o'ta ko'pinchalik odamlar, masalan, bizada eski sovet paytida 35 yoshgacha o'qishdan keyin boshqa hech nimaga kirib bo'lmasdi. Shu 35gacha bitirdingmi, bo'ldi. Undan keyin hayot yo'q edi. Bu yerda Amerikada menga nimasi yoqadi? Odamlar gohida 50 yoshda, men o'qiyotganimda mana shu nursing programmasida 50 yoshda studentlar men bilan o'qishar edi, oldin injener bo'lgan, yana bir nima boshqa sohalardan kelib hamshiralikka o'qishni boshlagan. Men o'shanda hayron qolaman, sohang bor-ku, nima qilasan? Odamlar bu yerda tushunchasi boshqacha. Masalan, 50 yoshda qoladimi, o'zgartirishga, ana midlife crisis bo'ldimi, o'zgartirishadi, boshqa narsa qilishadi. O'shanga men shuni aytmoqchimanki, bizlarni xalqimizga bu yoqqa kelganda mana shunaqa qanaqadir tunnelniy видение deyishadi-ku, mana shu faqat bitta narsani ko'rishadi. Bu yerda Amerikada bitta narsani ko'rish kerak emas. Bu yerdan informatsiya olib, aytyapman, hozir plan A, B, C, D, yagacha plan qilsa bo'ladi, xohlagan narsani. O'shanga yana nurse practitionerlarni menga nimasi yoqadi? Mana physician assistantlarni aytib o'tdingiz. Ko'p shtatlarda endi hozir harakat qilishyapti-ku, ular physician assistantlar ham o'zi avtonomniy doktorlardan tashqari chiqib ishlashga harakat qilishyapti, lekin hali bu uncha rivojlanmagan. Nurse practitionerlar nimasi yaxshi menga yoqadi? O'zligi klinika ochib, hamma shtatda emas, ko'pchilik hozir shtatda shu движение ketyapti, ular o'zligi doktorlarsiz ishlashga. O'shanga bu nimasi yaxshi? Agar kim nurse practitioner bo'lsa, o'zini klinikasini ochib, bemalol kasallarni qabul qilish va masalan, hozir ko'pinchalik ayniqsa Amerikada mana shu vazni ko'p og'ir bo'lgan odamlar, obez deymiz-ku, shunaqa vazni og'ir odamlar ko'p va shularga yordam berish uchun ko'p nurse practitionerlar ular o'zligiga mana shunaqa klinikalar ochishyapti. O'shanga aytmoqchimanki, bir xil odamlar siz mana akademiyada bo'lasiz, bir xil klinikasini ochib olib, umrini oxirigacha shu klinikasida ishlash mumkin. O'shanga bu yerda возможностьlar ko'p. O'shanga men shuni aytmoqchimanki, qoyil qolaman, sizga o'xshagan odamlarni ko'rsam va yana o'ziga nafaqat o'zingiz, balki xo'jayiningiz, oilangiz shunga harakat qilsalar, bu juda kuchli motivatsiya bo'lsin deyapman odamlarga. O'shanga sizlarga katta rahmat, ham sizga bo'lgan informatsiyangiz uchun. Nima piggyback qilib aytmoqchiman. Nimangiz fikringizni davom ettirib, biz o'zimiz ham hozir Akmal aka bilan shu o'zimizni klinikamizni ochmoqchimiz. O'zimizni xalqimizga xizmat qilish uchun. Chunki judayam o'zbeklarimiz ko'p, o'zbek, rus, tojiklarimiz judayam ko'p. Biz hamma tilni bilamiz, tojikchani ham bilamiz, o'zbekchani ham bilamiz, ruschani ham bilamiz. Mani aksentim bor, ozgina esimdan chiqqan, lekin baribir ham judayam yaxshi kommunikatsiya qilamiz. O'shaning uchun hozirda New Yorknikini oldik, nimasini litsenziyasini, endi yana Chikagonikini kutyapmiz, endi Ohioga harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Birinchi endi tovuqlimiz bitirguncha, menimcha bitta joyda tochka olsak ham virtualniga ko'proq qilsak kerak, lekin hali stay tuned, yana kelyapti planlar. O'shanga o'xshab bu yerda bitta kasb egasi bo'lsangiz, o'sha bilan qatib qolmaysiz. Judayam ishlagan saringiz, masalan, men o'zi boshida shu nurse practitioner bo'lganimda urgent care'ga ishga kirganman. Bizda menimcha o'zbekchada ekstrenniy bo'ladi. Ekstrenni 2,5 yil ishladim. Undan keyin aytdim, jicha sal fokus qiladigan spetsialistga kiray deb, keyin ish ochiqlik turadi hamma joyda, xohlagan kompaniyangizda. Shu level 1 trauma deymiz, bizni nimamiz, bolnitsamiz juda katta bolnitsa. Keyin nevroxirurgiyaga ishga kirdim. Atta ishlab turib, xo'jayinim ikkalamiz ham yana hali boshqa kichkina organizatsiyalardan voy kelinglar bizga, mana gormonal terapiya klinikamiz bor, ishlab beringlar dedi. Masalan, biz ikkalamiz ham gormonal terapiyada, ham vaznni saqlash, sog'liqni saqlash klinikasi bor. Juda ham ajoyib. U haligi bolnitsadan juda ham uzoqda, maza qilib, sog'lom odamlar bilan gaplashib, kuningiz qanday o'tib ketganini bilmaysiz. O'shaning uchun tibbiyot sohasi eng zo'r soha. Yana bitta nimani aytdingiz, umuman boshqa sohadagi odam ham hamshiralikka o'qishi mumkin. Bu juda ham to'g'ri. Chunki Akmal aka
O'zbekistonda biznes nimalari bakalavrlar, lekin Amerikaga kelganimizda o'sha bakalavrini hamshiralik maktabi qabul qilib, unga yana darslar olasiz. Biologiya, anatomiya, fiziologiyalar olib turib, prerequisite deydi Amerikada. Olib turib, ikkalamiz ham accelerated nursing programmaga kirganmiz. U accelerated tezlashtirilgan programmalar bo'ladi. Uni 3 yilda, 1 yilda tugatasiz. Shu accelerated deyotganingizda so'ramoqchiyim, ingliz tili qanaqa? Chunki ko'pchilik mendan so'raydi, qanaqa nima darajada ingliz tilini bilish kerak. Accelerated deganlari bu yerda o'sha 3 yilda, men 2 yilda o'qigan programmam, bular 1 yilda o'qiganda, o'shanga qanaqa bo'lgan sizlarga? Informatsiya mana shularni qabul qilish, o'qish, mana shu qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? O'shalarni ham hozir shu paytda gapirib yuborsangiz. Albatta. Biz endi inglizchani bilar edik. Ayniqsa xo'jayinim juda ham yaxshi inglizcha bilardi O'zbekistondan. Menda ham uyda yoshligimdan dadamlar repetitor olib o'qitarkanlar. Agar Amerikaga kelishim bilganda yaxshiroq o'qir edim deyman. Background qilib haligi o'qituvchini mensimasdan o'qigan ekanman, lekin o'shanda ham baribir bazaviy grammatika, o'qish, yozish bo'lgan. Amerikaga kelganimda mani gapirish qobiliyatim juda ham past bo'lgan ekan, chunki gapirish uchun sizni lug'at bankingiz juda ham katta bo'lishi kerak. O'sha vocabulary bankim juda ham kambag'al bo'lgan. Keyin o'zimni majbur qilib televizorlar ko'rardik. Kun bo'yi televizor yonib turardi. Mashinada bo'lsa inglizcha radio, eski o'zbekcha, o'rischada ko'rgan kinolarimizni inglizchada qayta ko'rardik. Keyin menga eng ko'p yordam bergani YouTube'da kuxnyada retseptlar ko'rardim. O'shandan o'rganardim. Keyin sheriklarimiz bor edi, bitta amerikanchilar, o'shalar bizga community college'ni rekomendatsiya qilishgan. Har bitta shtatda bittadan ko'p community college bo'ladi. U hatto bitirsangiz associate degree olasiz. O'sha yerga kirib tilni o'rganishni boshlaganmiz. Undan oldin yana haligi local mahallalarda, bitta churchlarda inglizcha o'rgatishadi. Shunaqa joylarga borib inglizcha o'qilib, biz community college'da ingliz tili olganimiz uchun bakalavr diplomimizni qabul qilishganda bizdan IELTS bilan TOEFL talab qilinmagan. Chunki Amerikada kollejda, masalan community college'da inglizcha dars olganingizdan keyin English 1 and 2 olsangiz, siz American English'ni bitirgan bo'lasiz. Unda sizdan hech kim TOEFL bilan IELTS talab qilmaydi. O'shaning uchun to'g'ridan to'g'ri bakalavrimizni ham qabul qilishgan, community college'dagi kreditlarimizni ham qabul qilib, ikkalamizni ham programmaga olishgan. Albatta rosa yaxshi edi inglizchamiz, chunki ayniqsa accelerated masalan bitta semestrda full time universitetga kirsangiz 9 tadan 12 tagacha kredit olsangiz, bizda 29 ta, 28 ta kredit bo'lardi. Endi hali boshimizni ko'tarmasdan o'qigan paytlarimiz. Lekin inglizchangiz yaxshi bo'lishi kerak, chunki nursingda hamshiralik tugatgandan keyin hali NCLEX imtihonlari bor. NCLEX imtihoni bizni podkastimizni ko'rsangiz, yaqinda 3-epizod qildik. O'shanda ko'p gapirib o'tdik. Inglizcha shunaqa darajada bo'lishi kerakki, o'qib turib savolni 1 minut ichida javobingizni topishingiz kerak, chunki vaqt chegaralangan. Shunaqa qilib inglizchamiz yaxshi bo'lgan, rosa qattiq harakat qilganmiz. Rahmat. Keyin eng katta kecha gaplashdik-ku, men yana so'rayman, odamlar nima savol bo'ladi sizga desam, eng birinchi savol hammadan qanaqa kelishgan, qanaqa O'zbekistonda hamshiralar Amerikaga qanaqa kelsa bo'ladi degan savol. Siz o'zingiz qanaqa kelgansiz? Biz oilaviy green karta bilan kelganmiz. Osonroq bo'lgan bizga. Menimcha adashmasam ko'pchilik so'raydi, qancha o'ynagansizlar deb. 3 marta o'ynaganmiz, 3-chisida yutganmiz. Green karta o'ynayotganingizda ham xo'jayingiz nomidan, agar oilaviy bo'lsangiz, ham eringiz ham xotin nomidan o'ynalsa, shansingiz ko'tariladi. Menga green karta chiqqan. Akmal aka o'shanda green karta o'ynaylik desa, men qaynab buvamga, "Buva, qarang, Amerikaga ketaman deyapti.
shu yana shunaqa deyapti, green cardga rasmiy tushing deyaptilar. Sen voy qizim o'ynadiyu, yutdiyu, ketdiyu deyodilar. Shunaqa qilib yana xo'jayin emas, mani otimga chiqqan. Endi u so'zsiz ketish kerak albatta. Lekin manda shunaqa odat borki, xo'jayinimni gapi men uchun qonun. Chunki judayam nima deydi, образованный, yangilikka intiladigan odam. Doim u odam qaroriga ishonaman. O'shaning uchun so'zsiz ha deganman. Shunaqa qilib green karta bilan kelganmiz. Lekin yana bir marta podkastimizda yaqinda Akmal aka Filippin hamshiralardan intervyu oldilar. Shu O'zbekistonda umumiy hamshiralik bo'yicha diplomingiz bo'lsa, albatta IELTS topshirish kerak. NCLEX'ni Turkiyada hamda Hindistonda topshirsa bo'ladi. Pearson centerlar bor. O'shani topshirganingizdan keyin bitta organizatsiyalar bor, sizni ishga oladi. Ishga olganda sizga green karta beradi. 5 yilgacha ularga ishlab berishingiz kerak. 5 yildan keyin xohlagan joyingizga borsangiz bo'ladi. Oilaviy green karta beradi. Biz ham shuni tarafdorimizki, bizda hozirgi yoshlar, ayniqsa kelaman deganlar, hamshiralikka menimcha o'qish kerak. Eng birinchi tilda o'qinglar. Tilda bilsangiz yo'llar shunday ochilib ketadi o'zi. Keyin rahmat javobingiz uchun. Lekin ko'pinchalik hamma mendan so'rayapti, yana xuddi shu hammasi mana shu kelishga bog'langan. Ular so'rashyaptiki, mayli mana shu green kartani yutdikmi yoki yutolmasak, lekin mana shu, chunki bilamiz, hamshiralar agar litsenziya qilib, o'sha litsenziyasi bor odamlar O'zbekistondan turib qanaqa ish qidiramiz deyishyapti. Men uni bilmasam, o'shanga agar Mo'jizaxon bilmasalar, men bilmadim deb javob beryotgandim. O'sha yo'q, hozir bor. Hozir biz o'zimiz anchadan beri yo'lini qidiryapmiz shuni. O'shanga kecha Telegram kanal ochdim, Instagramda storiesda qo'ygan edim. Chunki O'zbekistonda turib inglizchani bilib, er-xotin doktorlar bor, er-xotin hamshiralik bitirib necha yillardan beri ishlayotganlar bor. O'shalar ha deb yozadi. Ularga doim telefonda konsultatsiya beraman, lekin ko'pincha berolmayman anchagacha, chunki vaqtim yo'q. O'shaning uchun Telegram kanal ochdim. Shu vaqtlarimizni, bo'sh vaqtlarimizni qo'yamiz. O'sha yerda keyin yuzma-yuz 1 soat ketadimi, yarim soat ketadimi gaplashib bosqichlari bilan. Lekin hozirda adashmasam bitta organizatsiya bor, lekin hali ko'rganim yo'q ular green karta bilan olib kelganlarini O'zbekistondan. Lekin boshqa mamlakatlardan bor. Filippin, sekin yo'l yo'rig'ini qilyapmiz. Chunki sizni inglizcha imtihonlash topshirgani ham vaqt ketadi, NCLEX topshirgan vaqt ketadi. Ungacha we will figure it out dedim. To'g'ri. Ungacha hammasi ma'lum bo'ladi. To'g'ri gapingiz. Chunki menga ham aytishadi, mana shunaqa mayli, mana shuni qildim, vakansiya topadigan, mana shu green karta menga garantiya qiladigan o'sha tashkilotni otini ayting deyishadi. Men to'g'risini aytsam bilmasam. Men chunki bu yoqqa Amerikaga kelganimda shu yerda o'qib, diplomini olib, NCLEXni topshirib, shu yerda endi bilasiz, oson, chunki hamma dokumentlarim legalni. O'shanga menga qiyin bo'lmagan, lekin ko'pchilik hozir eng qiziqqan savoli shu, o'sha yerdan turib, qayerdan shu vakansiyani qidiradi. Unga bilmadim. Unda sizga o'sha nimangizni, sahifangizni qoldiraman, pastda o'sha yerda odamlar kerak bo'lsa bemalol. Lekin bilaman, Samarqandda bitta organizatsiya bor. To'g'ri, oti esimga kelmayapti. Ular yaqinda ikkita studentlarni Hindistonga olib borishdi. Bittasi o'talmadi, bittasi NCLEXdan o'tdi. Lekin hali keyingi etapini ko'rganimiz yo'q. Lekin rosa zo'r ish qilishyapti. Juda menimcha zo'r nima. Samarqandda nima qilsam kommentariyaga yozib qoldiraman. Ham oti esimga kelmayapti. Mayli, sizga nima odamlar sizga yozadi-ku, bemalol. O'sha hozir qiynalib o'tirmay vaqtingizni ketkazib qo'yinglar. Yana rahmat hamma informatsiya uchun. Yana hozir odamlar so'rab o'tishyaptiki, oylik to'g'risida ham gapni quruq qoldirmanglar, ozgina oylik gapiringlar deyishadi. Haqiqatdan ham o'ziga pul kerak.
man o'shanga sizga ham nima o'zingiz javobingizni nima возможность beraman, lekin man bu yerda hozir man qaraganim internetda, chunki bu yerda internetda average deymiz, butun shtatlardan eng baland eng pastini bir qilib average o'rtachasini berishadi. Man nurse practitionerlarnikini qaradim, lekin bilaman shtatiga qaraydi, qayerda ishlayotganiga qaraydi, yana spetsializatsiyasiga qaraydi. O'shanga o'xshab sal o'sib boradi, lekin eng kamida Amerikada, men aytayotganim New Yorkda emas, nima emas, butun Amerikani 50 shtatidan eng kamini olganda, barchasini olganda nurse practitionerlar oyligi eng minimumi 105 ming ekan yiliga. Lekin bu o'sadi. O'shanga Mo'jidaxonim hozir o'zlari aytsalar, qaysi o'zlarini oyliklarini so'rayotganim yo'q, chunki bular ham bargan biladilar, qayerda nima. O'sha agar o'sha sifralardan siz aytsangiz 105 ming meniki chiqdi average. Sizni ma'lumotingiz qanaqa? Menimcha 105 ming bizni shtatda bir 7 yil oldin normal edi. Kirish yangi bitirgan nurse practitionerlar, lekin u bolnitsaga bog'liq. Lekin hozir bu yilda aytishim mumkin 220 minggacha. Vah. Men yana aytaman, cardiothoracic surgery birinchi turadi, birinchi tabaqa turadi, undan keyin nevroxirurgiya turadi. Men nevroxirurgiyani nimasini aytyapman. Lekin family nurse practitionerlarniki boshqacharoq, pastroq bo'ladi. Family nurse practitionerlarniki ozgina boshqacha bo'ladi, lekin yana agar shaxsiy klinikaga ishga kirgan bo'lsangiz boshqacha to'lashi mumkin. Masalan, manu gormonoterapiya shunaqa joylarga kirsangiz ularning narxi umuman yana boshqacha. Lekin stabilniy bolnitsada nevroxirurgiyada ishlaydigan nurse practitionerlar, physician assistantlar 220 gachasini bilaman. Rahmat kattakon. O'shanga hozir odamlar shularni so'rayotganda, shuni bu yerda yana nimani aytishyapti? Central Asian CMU. Manimcha mana shu Central Asian University nima ekan? CAU ni bilar edim. Yana programma chiqibdi hozir. Aytishyapti, yes еще кому for R&D deyishyapti. Rahmat kattakon. Endi uni men bilmadim. Hozir bo'lishi mumkin. Chunki hozir juda yangi ko'p programmalar chiqyapti. Yana menga ham aytishuvdi. Bu yerda Amerikani kollej esimdan chiqib qoldi. O'zbekiston Toshkentda ham bitta programma bor deyishyapti. Bu amerikanskiy kollej bilan nima deyiladi? O'sha O'zbekistonda dars beriladi, lekin amerikanskiy kollejning bazasida. O'qituvchilik kelyapti. Ko'rdim o'shani reklamasini, bir ko'rdim shekilli Instagramda. Lekin informatsiyam yo'q. Men yana aytmoqchi bo'lganim, Mo'jizaxon, siz ham kimnidir esladingiz, men ham eslayman. Menga ko'p so'ralgan savol, ko'pchilik aytishadi, mana shu odamlarni bilasizmi, garantiyasi bormi? Men aytaman, men bularga hali garantiyam yo'q, chunki men ko'rishim kerak. Shu o'tgan studentlari o'sha o'qishdan bitirdi, NCLEXdan o'tdi va keyin Amerikaga kelib ishlagani, men keyin imonim komil bo'lib aytishim mumkin. Chunki men garantiya hech kim uchun bermayman, chunki men o'rganib to'g'risini aytsam, Amerikan standartlari boshqacha. O'zbekistonning standartlari boshqacha. O'shanga men o'rganganman, amerikanskiy garantiyasi bo'lsa, keyin men bu yerda ish olaman. O'shaning uchun hech kim xafa bo'lmasin, men hech kimga chunki menga ham reklamaga kelishadi, bizani o'qishimizni reklama qilib bering. Men o'shanda aytaman, xafa bo'lmanglar, oldin rezultatni ko'rsatinglar, keyin menga masalani ayting odamlarga. Chunki ko'p odamlar keladi. Mana shu yordam berishar ekan, rostmi, yolg'onmi bilmayman, chunki men ko'rmadim hali natijasini. O'shanga siz ham aytayotganingizga katta rahmat. Keyin NCLEXga tayyorlaydigan program ochasizlarmi sizdan so'rayman? Buni ustida allaqachon ishlayapmiz. Menimcha oz qolgan, lekin bizda bir ikkita narsalarni hal qilishimiz kerak, chunki O'zbekistonda praktika qilgan hamshiralar batda praktika qilmagan, o'shaning uchun unda nima deydi, tangible office bo'lish kerak ekan, chunki ko'rsatish kerak, skilllarni ko'rsatish kerak-ku. Masalan, O'zbekistonda maneken bo'lish kerak, spetsialist skilllar ko'rsatish kerak, lekin nima, stay tuned bo'ladi, xudo xolasa, yana yil oxirigacha.
Qanday yaxshi, yaxshi informatsiyalar olyapmiz. Katta rahmat sizga. Ko'p sirlar ochib boryapman deydi. Hamma sekretlar ochilib ketyapti. Keyin yana so'ramoqchi bo'lganim, masalan, siz kelayotganligi, mana shu hali O'zbekistonda turganligi, bu qanaqa mana shu so'rashadi, bu yoqqa kelayotganimda qayerdan yordam olsam bo'ladi? Masalan, qayerqa joylashishim kerak, qanaqa mahallalar, masalan, bu yerda aytamiz-ku, O'zbekistonda borsang mahallalarni surishtirish kerak. Mana shunaqalarni biladigan informatsiyangiz bormi? Birinchi kelganda nima ishlar topsa bo'ladi? Mana shunaqa hech qanaqa sovetlaringiz bormi deb menga so'rashadi. O'shani sizdan ham so'rashmoqchi. Agar siz Nyu-Yorkdasiz, yo Nyu-Jersidami? Biz Michiganda biz. Michigan, Shimoliy shtatda. Nyu-York deganingiz. Menimcha Nilufarxon bilan gaplashganimda ular Nyu-Yorkdalar, nimagadir barimizni o'yladim. Uzr. Kelayotganlarga maslahatim, mani eng birinchi maslahatim menimcha qayta aytib charchamayman, inglizchani o'rganing. To'ppa-to'g'ri. Chunki ko'pchiliklar yozadi, masalan, bir kunda bir 200-300 ta nima xat keladi. Почти hammasi inglizchani bilishim shartmi? Afsuski bilishingiz kerak. Lekin green cardda chiqib sizga inglizchani bilmasangiz, bizda Nyu-Yorkka tushishingiz mumkin. Ozgina qiyin bo'ladi, lekin albatta tilni bilmasdan ham har xil ishlar topishingiz mumkin. Hozirda Ohio ham shunaqa katta o'zbek community bo'lgan. Judayam o'zbeklar ko'p. Albatta ham nima deydi, o'zimizni birodarlar kompaniyalari bor, o'zimizni opalar ham zo'r entrepreneurlar bor, kompaniyalar bor. Ular bilan ham agar tilni bilmasangiz, yo bilsangiz ham ish topish mumkin. Hamda Chikagoda, Illinois deyishim kerak. Illinois shtatida ham o'zbek communitymiz juda ham katta. Men nimadan aytib o'tmoqchimanki, Illinoisda juda ham o'qimishli o'zbeklarimiz ko'p. Hali borsam ham ko'p taklif qilishadi. Borsam ham har safar nima deydi, faxrlanib kelamanda. Shunaqa ayollar bor, hali entrepreneur bizneslari bor, hali o'zlarini oldinga bergan, ingliz tilida zo'r gapiradigan, hali maza qilasiz, hali oilalarni ham ko'rsangiz. O'shaning uchun doim aytaman, inglizchani biling, lekin agar inglizchani bilmasangiz yoki oilangiz bilan kelayotgan bo'lsangiz, kim bilandir bizda har bitta shtatda o'zbeklarni communitysi bo'ladi. O'sha hammasi Telegramlarda ham bor, Instagramda juda ham faol. Har bitta shtatda bor. Masalan, Virjiniyaniki ham rosa katta-ku o'zbek communitysi. Diasporasi bor. O'shalarga yozsangiz, menimcha ularda o'zini shu qaratilgan odamlar bo'lishi mumkin yoki hech bo'lmasa kamida shu communityga yozish mumkin. Hey, o'zbek oila kelyapti ekan, kimdan qanaqa foyda bo'ladi deb savol bersa, masalan, bizda shu Michiganda yo'q, shuni rosa tashkil qilgim kelyapti Akmal aka bilan. Bizda yo'q o'zbek community. O'zbeklar juda ko'p, lekin communitymiz kichkina, katta qurilmagan. Masalan, kimdir kelayotgan bo'lsa, menga yozsa, voy gruppaga yozib borib, voy kim nima yordam beradi, shunaqa ekan, 3 ta bolasi bilan kelyapti ekan. Kimdir ishlashi mumkin, kimdir uyini 2 xonasini yo 1 xonasini ajratib berishi mumkin ozgina muhlatgacha. Chunki Amerikaga kelganingizda shunday borib turib apartmentni arendaga ola olmaysizda, unga kredit istoriyasi kerak, ish bo'lishi kerak. O'shaning uchun meni maslahatim inglizchani biling. Keyin Instagramlarda o'sha o'zbek communitylar topib o'shalarga xat yozing. Katta rahmat. Men ham shuni, men ko'pinchalik aytaman, hozir Telegramda endi bu kanalda chiqyapti, lekin Facebookda bunaqalar ko'p edi. Keyin meni havas qilgan joyim mana shu boshqa SNGdan kelganlarning hammasini o'zini gruppasi bor. Har bitta shtatda. O'shanga men aytar edim, mana shu Facebookdan qaranglar. Keyin nimani ko'pinchalik mana shu rus tilida Instagram, YouTube'larni olib borganimda ko'pinchalik menga o'zbeklar yozish, o'zbek emas, mana shu o'zani osiyoliklar, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi, mana shu o'zani yurtdoshlar, keyin qo'shnilar yozisharlar. Hayron qolaman, mana shu osiyoliklar
bir-biriga uncha yordam bermaydi. Keyin mana shu oylik to'g'risida man har doim oylik to'g'risida bemalol ochiq gapirardimda. Mana shu oylik uchun mana shunaqa joyda ishlasa bo'ladi. Ular hayron qolishardi. Voy bizanikilar unaqa oylikni etmaydi. O'rislar yetadi, bizanikilar etmaydi. Yoki belaruslar, ukrainalar yaxshi. Nimaga bizani odamlar osiyoliklar shunaqa deb menga yoshlar. Men endi bilmayman nimaga. Balkim birinchi kelganlarni o'ylashi boshqacha bo'lganmi deyman. Hozir nimasi yaxshi? Bizani mana shu ongimizda ham keyin mana shu dunyoga qarasham Amerikaga o'xshab biz ham hozir ochuv bo'lib qolganmizda. O'shanga men ham aytaman, hozir Facebookda ham gruppalar bor. Menimcha Telegramda ham sekin-sekin ochilyapti. Aytganingizdek, mana shu Facebookda agar hali Telegramda yo'q bo'lsa, Facebookga kirib mana shunaqa o'zbeklar yoki bu narsa nimasida, poiskovый nimasi strokasida yozsanglar chiqadi gruppalar. O'shalardan ham yordam so'rashsa bo'ladi. Yana bu yerda bitta kimdir so'rayapti, assalomu alaykum opajonlar, savolim bor edi. Yozing savolingizni, mana shunga yig'inganmiz. O'shanga bilmayman nima savolingiz bor. Yozing, o'sha savolingizni o'qiymiz. Va yana sizdan aytmoqchi bo'lib o'tganim, yana savol nomer 3 eng katta, chunki men qaradimda eng ko'p savollar qaysi biri ko'p uchrayapti. Hamma so'rayapti, necha pul oylik bilan kelgansizlar? Oylik deman. Necha pul bilan Amerikaga kelgansizlar? Boshiga qancha pul kerak deb so'rashyapti. Men endi aytolmayman bunga. Men aytgandek, men turmushga chiqib kelganman, meniki hammasi tayyor edi. Men pul to'g'risida o'ylamaganman, hech nima to'lamaganman. Siz oylingiz bilan kelgansiz. O'shanga nima savet berasiz odamlarga? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. To'g'ri. Chunki hisobini olishingiz kerak. Bir oylik manda yaqinda kimdir ham green card yutib olgan ekan, shu 1-2 oy bo'ldi shekilli. Rosa ko'p yozdi. Eri ham xotini ham yozgan ekan. Keyin qayerga borasizlar desam, Nyu-Yorkka deyishdi. Keyin Nyu-Yorkka kirib nima o'rtacha arenda pulini hisobladim. Undan tashqari atta yaxshi mashinangiz shart emas, chunki public transportation yaxshi. Undan keyin страховка olishingiz shart. Страховкani hisobladim, telefonni billlar hisobladim. Menimcha hisoblaganda minimum bir oy yashashingiz uchun $5000 bo'lishi kerak minimum. To'g'ri. Majbur bo'ldimda hisoblab bergan, chunki ko'p so'rashdi. $5000 oyiga. Chunki agar men hozir adashmayotgan bo'lsam, o'rtacha arenda qaraganda 2100 mi ekan yo 1900 mi ekan, shunaqa edi. 2000 da atrofida edi bir oylik. Keyin arendaga ham nimasini bitta oyligini so'ramaydi, ular yana gaz, svet, o'sha hammasini hisoblaganda bir oy yashashingiz uchun Amerikada, Nyu-Yorkda kamida $5000. Nyu-Yorkga bo'lsa eng qimmat shtat. O'shaning uchun shuni ham hisobga olaylik, lekin hozir Virjiniya ham oshib ketdi. DC-ga ayniqsa yaqinlari. Men yashaydigan joy sal arzonroq, chunki biz DC-dan uzoqmiz, lekin DC ko'p o'zbeklar bor joy. Men xuddi faqat Amerikadagidek ko'p joyda yashayman. G'irt amerikanskiy joy, suburbsda yashayman. O'shanga o'zbeklar yo'q bu yerda. O'shanga u ham, lekin bu yerda ham menimcha 5000 bo'lgani yaxshi, chunki oziq-ovqatinglar bor. Bular aytyaptilar, Nyu-Yorkda transport yaxshi. Bizda Virjiniya transporti yo'q, bor, avtobuslar bor, lekin baribir ham o'zing boshlanmagan unaqa. Mashinang bo'lgani yaxshi. Keyin bu yerda yana hozir bitta savolni ko'rdim. Savolim, men O'zbekiston diplomini evaluation qilayotgandim, o'qishni boshlaveraymi yoki kutishim kerakmi evaluation bo'lishini? O'qishni nimaga o'qiyapsiz? Nursingga, RNga o'qishga kiryapsizmi? Tushunmadim shu savolingizni. Yaxshilab tushuntirib Xohlasangiz, bilmadim kim yozibdi. Xohlasangiz meni Instagramga kirsangiz, men kecha Telegram ссылка qo'ygan edim. Yoki meni lichkamga yozing, konsultatsiya qilib qarab beramiz. Bo'pti, rahmat. Lekin yana aytmoqchi bo'lganim, agar diplomingizni evaluatsiya qilayotgan bo'yicha o'qishni so'rayotgan bo'lsangiz, agar NCLEX testiga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, qachon tezroq shu bugundan boshlaylik. Hozir ertalab turdinglar, ertalabdan boshlaylik. To'g'ri. Kollejda agar evaluatsiyadan keyin kollej kerak bo'lmasa, unda agar
NCLEX topshirsanglar ko'rish balki kerak emasdir, lekin evalyuatsiyaga bog'liq. Keyin yana bir narsani ko'rdim. Yana A, aytib o'tishim kerak, mhm. agar siz hamshiralikni 5 yil oldin bitirgan bo'lsangiz yoki doktor bo'lgan bo'lsangiz, 5 yil oldin bitirgan bo'lsangiz, Amerika standartlari bo'yicha siz biologiya, anatomiyalar boshqalardan o'qishingiz kerak. Ular To'ppa-to'g'ri. sizni diplomingizni qabul qilib, mana masalan aytaylik, hamshiralikni qabul qilib sizga bakalavr unvonini beramiz, NCLEXga tayyorlasang bo'ladi deganda ham biologiya, anatomiyalar yangilash kerak. Keyin ko'p so'rashadi, yana uzr aytib ketay, Yo'q, bemalol. doktor bo'lganman, lorman, shu tish doktorini bilmayman. Hali hech kimdan javob olmadim shu tish doktori haqida. Ko'plar men ham kutyapman, bizga ham ayting deyishdi-yu, bir so'rovdim storimda. Qanaqa doktor bo'lishingizdan qat'iy nazar, afsuski necha yillik tajribangiz bo'lishidan qat'iy nazar, bitta boshqalardan rezidentura qilish kerak. Shunisi bor doktorlarning. Siz vrachlarnikini u USMLE yo'lini ketyapsiz, to'g'rimi? Yana unda hozir savol, bilmayman, nima iloji bormi yo'qmi javob berishga. Men ko'pinchalik bilaman, mana shu O'zbekistonda bizada Tashmida o'qiyotganda studentlar kelardi, bizada ular medbrat bo'lib ishlasa bo'lardi. 4-kursdan menimcha. Amerikada bunaqa emas, chunki menda hamma so'raydi, men vrachlik diplom bor, NCLEXdan o'tsam bo'ladimi deyishadi. O'shanga men aytaman, yo'q, bu yerda hamshiralik diplomi kerak. Agar vrach diplomi bo'lsa, u RN o'rniga o'tmaydi deb eshitganman. Sizni menga ham shuni so'rashadi. Men research qilib ko'rganimda shuni bildimki, bakalavr unvonini berar ekan, o'sha bor diplomingiz bilan. Masalan, men ham o'zim medinstitutda o'qiganman, O'zbekistonda 6 yil o'qiganman. 4-mi, 3-kursdan keyin medistra bo'lib ishlasam bo'lardi. Umumiy hamshiralik. Lekin o'sha 4 yillikmi, 5 yillik hali tugallamagan diplomingizga ba'zan bakalavr unvoni berishi mumkin ekan. Agar bakalavr unvonini bersa, siz accelerated tezlashtirilgan programmalarga kirishingiz mumkin. lekin bu o'qishi biza hozir odamlar Lekin tushunyapsiz. ishlash bas, yo'q. Ishlashmas. To'ppa-to'g'ri. Chunki ular aytishyaptiki, mana shu vrachlik diplomim bilan men NCLEXga topshirib, RN bo'lib ishlasam bo'ladimi? Afsuski yo'q. Shu o'shanga hayron qolishadi. Doktor mamutda-ku, hamshira bo'tda-ku, lekin Amerikaning qonun qoidasi boshqacha. Biz o'ylab chiqarmaganmiz. Shu o'zim ham yangi ishga kelganimda Amerikaga, voy doktorman-ku, shu hamshira yordamchisi bo'lib ham ishga kira olmaymanmi desam, deb ariza topshirganimda отказ qilishgan. Keyin telefon qilib so'raganman, nimaga sababi desam, you overqualified degan. Chunki seni darajang juda ham baland, seni darajangni pasaytirib biz pastdagi ishga seni qabul qilarmiz, seni yerga urib degan. Bir ajoyib prinsiplari bor bularda. O'sha Amerika aytolmanu, bu umuman o'zini qonun qoidalari bor. Biz bu yoqqa keldik, mehmonmiz, ularni qoidasiga bo'ysunishimiz kerak. Nima qilamiz? Chunki shu yerda yashamoqchimizmi, lekin ularni qonuniga quloq solishimiz kerak. Keyin bo'lsa so'rashyapti, green cardni o'ynamoqchiman, yordam berasizmi? O'zbekistonda masalan yordam berish menimcha kerak emas. Men akam green cardga har yili harakat qilganlarda o'zini kompaniyalari bor, o'sha yerda rasmga berishadi, to'ldirib berishadi ham. Bu yerda yordam menimcha kerak emas. O'zbekistonda bo'lib tursanglar, o'sha yerdan o'ynasanglar hech unaqa problemasi yo'q. Amerikadan turib birov to'ldirib berishi unaqa kerak emas. Joyingizda qilsanglar bo'ladi. Keyin Meksika bilan kelganman. 3 yil oldin 6 yoshlik o'g'lim bor. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan tushunmadim. Savolinglarni sal tushuntiribroq yozinglar, iltimos, chunki tushunish qiyinroq. Keyin men aytmoqchimanki, bu yerda Mojidaxon agar informatsiyalar ko'proq bo'lsa aytadilar, men endi bilmayman. Lekin ko'pinchalik mana shu immigratsioniy qonun qoidalar bo'yicha men ko'p narsani bilmayman. Har doim aytaman, immigratsioniy advokat bilan konsultatsiya qilish kerak. Chunki men hamshiralik bo'yicha bilaman. O'shaning uchun xafa bo'lmanglar. Agar Mojidaxonni informatsiyalari bo'lsa, aytadilar, menimcha, lekin ko'p savol berishadi immigratsioniy narsalar bilan. Bilganimni aytaman. Doim o'sha odamni o'ziga ham aytaman. Bu shunchaki mening fikrim deb aytaman. Lekin qo'ldan kelgancha.
Rahmat. Keyin yana assalomu alaykum. Savolim, man O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha kollej diplomi bor. Man AREN olmoqchiman. Shunda man noldan o'qishim kerakmi AREN uchun va noldan boshlashim kerakmi? O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bo'yicha, hozir Amerikada siz, menimcha tushunishim bo'yicha o'sha endi noldanmi yo'qmi, o'sha kollejga borganinglarda dokumentinglarni ko'rsatasizlar, ularda bu yerda protsess qanaqa? Kollejga borasizlar, mana shu register nurse programmasi bor, kollejga boringlar va dokumentinglarni olib boringlar. O'shanda ular so'rashadi, xo'p, nima qanaqa dokumentlaring bor, mana shuni nima olib borsanglar, oldindan hech qanaqa перевод nima qilish, nima evaluatsiya qilish kerak emas, chunki ularni har bitta kollejini o'zini ishongan kompaniyasi bor. Ular aytishadi, adresini, email adresini berishadi, mana shu yoqqa yuvar dokumentingni deyishadi. O'sha kompaniya yo qanaqadir organizatsiya sizlarni diplomlarni evaluatsiya qilib, keyin javob qaytaradi. Keyin ular ochishadi, ha, mana bu klassing bizga to'g'ri keladi, olamiz deyish mumkin. Ha, mana buning to'g'ri kelmaydi, buni boshida olishing kerak deb mana shunaqa javob berishadi. Meni bilishim bo'yicha, chunki men ham o'zim shunaqa qilganman, men paytimda shunaqa edi. O'shanga noldan boshlaysizmi, noldan emasmi bilmaymiz. Bu o'sha kollejni nima deydilar, рассмотрениesiga bog'liq, nima deyishadi, to'g'rimi? U nima deydi, Amerikan sistemasi juda ham to tushunib olgunizcha boshingiz rosa qatadi, chunki biz o'zimiz shu protsessdan o'tganmiz. По-моему, Maftunaxon yozibdi. Xohlasangiz menga chiqing, yordam beramiz. Nima deydi, o'shaning uchun biz shu yerdamiz, bemalol yozavering. Rahmat kattakon. Yana til sertifikatidan faqat IELTS kerakmi yoki OET ham o'tadimi? U shtatga qarab. Unisini uncha bilmas ekanman. Men unda ayting, men siz ham nima qilasizmi deb chaymayman deb o'yladim. Endi agar nima qilsa, har bitta shtat, masalan, hamshiralik bo'yicha kelgan bo'lsanglar, O'zbekistonning diplomi yoki O'zbekiston ish qilib Amerikadan tashqarida olingan diplomlar bo'lsa, sizlar mana shu har bitta shtatning o'zini qonun qoidasi bor. Masalan, Nyu-Yorkda til umuman kerak emas. Til nima testini topshirmaysizlar. TOEFL, IELTS kerak emas. Virjiniyada yo TOEFL yo IELTS topshirishinglar kerak. Qaysidir shtatlarda o'sha veb-saytiga kirasizlar, Board of Nursing degan organizatsiya bor, har bitta shtatning o'zida. Bu mana shu shtatda hamshiralikni faoliyati bilan nima deyiladi, qarab turadigan tepa boshlig'i, как ministerstvosi, hamshira ministerstvosi bo'ladi har bitta shtatda. Ularda veb-saytda yozilgan bo'ladi. Mana shu chet eldan kelgan hamshiralar yoki TOEFL yoki IELTS yoki OET topshirish kerak. O'sha yozilganlardan bittasini topshirsanglar bo'ldi, farqi yo'q. Lekin shtatligiga bog'liq. Keyin men O'zbekistonda hamshira bo'lib ishlaganman, hozir Kanadada yashayman. Hamshira bo'lishga harakat qilyapman. NNS report oldim, hammasini sizlardan motivatsiya olib qilyapman. Shohi, tabriklaymiz, molodets. Vasha xotir uchun Mojiza qanaqa boshqacha bo'lib ketamiz, to'g'rimi? Shularni eshitib. Judayam xursandman. Men ham xursandman. Tak держать deyishadi rus tilida. Javob uchun katta rahmat. Keyin nurs sohasini plus minusi taraflarini haqida gapirib o'ting, iltimos. Qani bemalol. Nurs sohasini menimcha plus tomonlari juda ham ko'p. Tibbiyot umuman o'zi pozitivniy soha deb hisoblayman. Lekin men negativini gapiradigan bo'lsam, shu o'qishini deb o'ylayman. Men eng qiyin imtihon NCLEX imtihon bo'lgan. Juda ham qiynalib topshirganman. Nurse practitioner sertifikat olayotganimda ham uncha qiynalmaganman. Ham o'qish talablari juda ham baland hamshiralikda. Albatta nima deydi, shu 86% past ololmaysiz. 86% past oldingizmi, ikkita nimangizda shunday programmadan chiqarib yuborishadi. O'shanisi bor. Keyin agar nima deydi, haligi odamlar bilan ishlashga tabiatdan moslashmagan bo'lsangiz, odamlarni eshitishga toqatingiz bo'lmasa yoki odamlarni joniga oro kirishga toqatingiz bo'lmasa, endi u sizni sohangiz emas. Chunki hamshiralikda yuringiz keng bo'lishi kerak. Chunki
umuman nurse practitioner bo'lganingizda ham davolayotganingizda kasalni boshidan faqat organlarni davolamaysiz, uni butun odam sifatida davolaysiz. O'shaning uchun uni holatiga qaraysiz, asabiga qaraysiz, injiqligini ko'tarasiz. O'shaning uchun yuragingiz keng bo'lishi kerak. Menimcha, agar sizda o'shanaqaga uncha ham toqatingiz yo'q bo'lsa, balkim u sizni sohangiz emas. O'shaning uchun Amerikada shunaqa nimalar bor. Siz borib shadowing qilsangiz bo'ladi. Больницаlarda application to'ldirasiz, keyin hamshiralarni orqasidan kun bo'yi yursangiz bo'ladi. 1-2 kunmi, 1 kunmi, o'shanda bilib olasiz sizga yoqadimi o'sha soha yo'qmi. Plus tomonlari juda ham ko'p. Plus tomoni men uchun masalan birinchi hamshira bo'lganimda ham, hozir nurse practitioner bo'lganimda ham endi to'g'risini aytish kerak, finansiy barqarorligi. Kirasiz ishga, oyligingiz zo'r, shu borib 3 kun ishlaysizmi, 4 kun ishlaysizmi, ishlab kelasiz, strafovkangiz to'langan, biz shifokor bo'lganimiz uchun malpractice insurancelari ham to'langan, hammasi bor. Borib mazza qilib hali miyangizda bor narsani shunday apply qilasiz-u, mazza qilib kuningizni o'tkazib kelasiz. Undan tashqari ayollar uchun ayniqsa menimcha ish jadvali. Chunki 3 kunlik ishga kirishingiz mumkin. Men hamshira bo'lib 3-12 shiftda ishlaganman yoki o'qishga kirganimdan keyin nurse practitioner juda ham u ham accelerated edi, tezlashtirilgan edi u ham. O'shaning uchun menimcha 2 8 soatlik shiftda ishlaganman. Shu hali bolalaringizni, oilangizni nimasiga moslab turib ish topsangiz bo'ladi. Undan tashqari birovni havasini keltirish rosa ham oson bu ish bilan dedim. Mana ko'pchiliklar motivatsiya olasizlarki, haqiqatda mazza. Ayniqsa bularda больницаlarda, klinikalarda hamma narsa bor, hamma условия bor. Ishga kirganingizda sen buni bilishing shart deb olmaydi siz hech kim ishga. O'sha imtihoningizni topshirdingizmi, значит, kasalga qaragani safe deb ishga oladi. Keyin ishga kirganingizda bizda nurse practitionerlarda 6 oy, sizlarda nurselarda qancha bilmayman, orientationi bo'ladi. 3 oy. O'rgatadigan periodi bo'ladi. Shu boshidan oxirigacha endi albatta sizda bilim bo'lishi kerak. Kasalni ko'rib nima bo'layotganini bilishingiz kerak, lekin skilllar, nimalarni polniy shu o'rgatadi. Zo'r shunaqasi. Hali bankaga ishga kirib turib, tomdan tarasha tushgandaqa bo'lmaydi sizga. Hamma narsani o'rgatishadi. To'g'ri. Haligi hatto 4 yil 5 yil ishlaganingizda ham ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, bilmaysiz nima qilishni. O'shanda doim yoningizda kimdir, qaysidir experience ko'proq nurse yoki yana kimdir bo'ladi. Xullas, resursi ko'p. Ishlashingiz mazza qilib ishlaysiz. Yana nimalarni mis qilyapman? Yo, to'g'ri, hammasi plus minusni to'g'ri aytdingiz. Men lekin aytmoqchi edimki, hozir siz nurse practitioner tarafga o'tgansiz, lekin men arenlarni minusi to'g'risida aytay, chunki ko'p odamlar haqiqatan oylikni eshitishadi, bo'ldi, boshqa ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Chunki to'g'ri, hamma o'zi qorni och, ovqat yeyishimiz kerak, bolamizni yangi kiyim olib bergimiz keladi, o'qishini o'ylaymiz. Lekin minuslardan yana bitta narsani aytmoqchiman, chunki men O'zbekistonda hamshiralik bilan bu yoqda hamshiralikni taqqoslashim mumkin-da. Bu yerda vaqt juda tig'iz. Hamma narsaga mana shu tez qilish kerak. O'shanga menga odamlar so'rashadi, ingliz tilini qancha bilishim kerak hamshira bo'lish uchun. Ingliz tilini bila olmasanglar, ishlolmaysizlar. Oldindan aytib qo'yaman. Chunki hamma narsa ingliz tilida, nima kasallaringlar, masalan, o'zini mana shu qati og'riyapti, nima kerak, o'shani ingliz tilida gapiradi. O'shaning uchun ingliz tilini bilmasanglar, forget deyishadi-ku, esinglardan chiqaringlar hamshira. Ingliz tilini o'rganinglar. Bu bir. Keyin tez hamma narsani qilishni bilish kerak. Chunki bu yerda kasalliklarning mazasi bo'lmasa, obed ham qilmaysizlar. Gohida tualetga boshqa vaqtinglar bo'lmaydi, o'shani bilib qo'yinglar. Endi hamshiralik hamchi hamma uchun emas. Masalan, men ham aytaman, odamlar aytishadi hamshiralar. Hamshiralik, masalan, kasallar mana shu tasavvur qiling, sizni mazangiz yo'q, qusyapsiz, bir narsa otravlение bilan keldingiz.
qusyapsiz hamshirani oldida. Siz agar mana shu odamni qusayotganini chidolmasangiz, bu ish sizga emas. Chunki voy kechirasizlar, men buni chidolmayman, bu kasalligimga qarasa men borib obedga qilib kelay deb o'tirolmaysizlar. Yo'q, o'sha kasalni qusayotganini siz tozalaysiz, siz qaraysiz. Ichib ketib qolgan yosh katta kasallar bo'ladi, demensiya mana shunaqalar ham. Medsurgida ishlaganinglarda ichib ketsa kasallarni voy qani sanitarka deb o'tirmaysizlar. Gohida gospitallarda kelinglar bo'lmaydi, yordamchilar bo'lmaydi, hamshira qiladi bu ishni. Shularni ham bilib qo'yinglar. O'sha najas, siydu, odamlar qusgan qon mana shunaqalarga yuraginglar bo'lmasa qilolmaysizlar. Lekin hamshiralikni nimasi yaxshi, ko'p spetsializatsiyalar bor. Gohida spetsializatsiyalarda o'qish paytida mashqlarni qilgan bo'lsangiz, undan keyin inyektsionniy nima beauty industriyaga kirib ketsanglar, unaqa narsalarni ko'rmaysizlar umuman. O'sha plyusi hamshiralikni. Agar buni qila olmasanglar, buni qila olasizlar. almashtirishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? Har joyga ketsa bo'ladi. Juda xohlagan joyga ketish mumkin. Yana minuslardan bittasi aytishim mumkin, bu minus emas, plyus bo'lishi kerak, lekin odamlar shuni bilmaydi. Mana shu qiyinchilik to'g'risida masalan tez o'ylab, tez решение принимать qilish kerak. Masalan kasallar mazasi bo'lmay qoldimi, aytamizku critical thinking. Shu critical tafakkurlash qilish. Masalan nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Chunki biz Amerikada o'qiyotganimizda bizga buni o'rgatishgan. O'zbekistonda biza doktorlarni, sizga o'xshagan doktorlarni poyla o'tiradi. Qachon назначение kelar ekan, nima aytishar ekan, o'shani men qilishim kerak deb o'tirardim. Yo'q, Amerikada biza telefon qilib, masalan, mavjudaxon mana shu kasallik, mana bunaqa ahvol, mana bunaqa bo'lyapti, laboratoriya danliylari mana bunaqa dorilar ichyapti, kelganimda assessment qilganimda mana bunaqa narsalar bo'ldi. Nima deysiz? Butun umuman kartinani ko'rsatib berishingiz kerak. Chunki kasalni ko'rmaydi doktor. Gohida qayerdadir o'zining klinikasida bo'ladi. Siz o'sha to'g'risida telefon qilishingiz kerak. O'shaning uchun hamshiralar bu yerda juda ham bilimi yaxshi bo'lishi kerak. O'sha endi yengilliklarida qiyinda, o'shani bilinglar demoqchiman. Chunki O'zbekistonda o'sha diplominglarni perevod qilib, hammasini kelganinglarda 3 oy orientatsiyalarda ko'rasizlar, lekin baribir ham oldindan shuni bilib qo'yinglar demoqchiman. Chunki voy men uni bilmagan ekanman, bilganimda uni qilmas edim deb o'sha odamlar oldindan bilishsin demoqchiman. Chunki bir xil odamga bu yengil narsa-da. To'g'ri. Keyin o'shanga shu bargam hamma narsani o'zini farqi bor. Masalan, menga bedside yoqmas edi. Mana shu palatni meditsina bo'lish yoqmagan. Operatsion O'zbekistonda ham, Toshkentda ham operasionda ishlaganman. Bu yoqqa ham palatnida 7 oy ishlaganman. Yo'q, menga bo'lmas ekan, xayr sizlarga deb operasionga ketishga harakat qilganman. O'shanga yana bitta pozitivni aytmoqchiman. Agar mana shunaqa hamshiralikka keldinglar, ishlayapsizlar, voy menga bo'lmadi bu deganlar, darrov anaqa ketib qolmanglar demoqchiman. Bu yerda возможностьlar bor. Men ham ko'rdim, o'sha menga yoqmadi, значит operatsionni o'ylashim kerak, balki shu menga yoqadi. 10 yildan oshiq operasionda ishlayman, chunki bu meni yoqtirgan soham. Bu yerda nima bo'lsa ham, masalan aytayman-ku, xirurglarda birdaniga favqulodda situatsiya bo'ladimi, yana bir narsalar bo'ladimi, stress, juda kuchli stress, lekin menga yoqadi. Agar bedside bo'lganda menimcha 7 oydan keyin litsenziyamni qildim. Yo'q, rahmat, menga kerak emas bu deb. O'shanga aytmoqchimanki, plyusi ham minus qilish mumkin bu. To'g'ri. O'sha menga yoqmadimi? Ha, demak boshqa sohani o'ylashim kerak. O'shanga aytmoqchimanki, plyusi minusi ko'p bu yerda. Lekin bu sizga bog'liq, siz o'sha minusi plyus qila olasizmi? O'shanga men aytmoqchimanki, hozir Mavjudaxondan va yana boshqa mana shu Instagramda boshqa hamshiralarning ham bloglari bor, o'shalarni ko'ringlar. Qaysi nima bo'yicha? Chunki faqat oylikni o'ylab ishga kirmanglar. Hamshiralik yoqish kerak odamga. O'sha hamshiralar siz aytganingiz yuragi keng bo'lishi kerak. Agar yuragi keng bo'lmasa, faqat oylik desangiz, u katerga bo'ladi, bir oy ham chidolmay ketib yorasizlar. Shuncha qilgan ishinglar bekor. Yomon ko'rib qolasiz. To'ppa-to'g'ri 100% emas, 400% qo'shilaman shu gapga. Hamda xuddi Shahnoza aytgandek, hamshiralar bolnitsani yuragi. Masalan, men ertalab 14 ta, 7 ta kasalim bo'lsa, boraman shu 1 soat ichida hammasini ko'rib chiqaman. Undan keyin men faqat hamshiraga tayanaman. Masalan, kimdadir CSF oqqan bo'lsa, agar boshi og'riyotgan bo'lsa, uni meditstra bilib turib menga aytish kerak. Voy,
manimcha oqyapti yana, chunki boshi og'riyapti turganda o'tirganda. U o'sha haligi kritik o'ylashni bilish kerakda. Agar u menga aytmasa, u odam bir soatdan keyin hayron deyverasiz hayotiga. O'shaning uchun judayam zehningiz o'tkir bo'lishi kerak. Yaxshi ko'rsangiz sohangizni o'qiysizda, o'rganasiz. Ayniqsa batda har kuni bir yangi narsalar, kimlardir broshur qo'yadi, kimlardir internetda qo'yadi. Ham ishda ishlaganingizda har kuni yangiliklar o'qib, har yili imtihon topshirib, nima deydi bizda malaka oshirish bo'ladi. Undan tashqari yana nima demoqchi edim, shu gapim bilan esimdan chiqib qoldi. Ha, mayli. Esimdan chiqib qoldi nima demoqchi Qaytib keladi. Mana shunaqa qilib qolganman. Bitta narsani birov gapirsa, voy, o'shani aytishim kerak deyman. ha, esimdan Gap chiqib kerak paytida, voy, esimdan chiqib qoldi deb o'tiraman. Bu aytyapman, потому что у нас разносторонние, hamma narsaga xayol o'zi ketib qoladi. Ana shu. Mayli, katta rahmat. Shularni men o'zi 1 soatga mo'ljallovdim, vaqtingizni ko'p olmay dedim. O'shanga hozir 1 soatdan oshdi. Agar yana kimlarnidir savoli bo'lsa, men Mojidaxonni Telegram, Instagramlarini shu yerda qoldiraman kommentariyada, bemalol ularga murojaat qilinglar. Nima savolinglar bo'lsa, hammasini ulardan so'rab. Rahmat kattakon, shunchalik rozi bo'ldilar. Rahmat, Shahnoza opa, maza qildim. Mana aytibman, like minds har doim gaplashganda tushunadi, osonroq. Nima deydi? Tanishganimdan xursandman. Rahmat. Xuddi shunaqa. Bugun odamlar bilishmaydi, biz siz bilan 100% birinchi marta uchrashamiz. Men Shahnoza opani ancha yildan beri kuzataman-da. Zo'r, har doim yangi narsalar, zo'r informatsiyalar berib boradilar. O'shanga sizni anchadan beri kuzataman, followersman. Yo'q, rus tilida bo'lsa kerak, shu Instagramda bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistonga yaqinda o'tdim. Rahmat kattakon, rahmat. Juda mana shu aytganlaringiz uchun katta rahmat. Chunki men ham Instagramni olib borganimda o'ylardim, kimga kerak bu, nima, o'zi ishim full time, bu yerda o'zimning hayotim. O'shanga o'ylayman, nima qilaman bu, keyin yo oxirida bargam odamlar yo mana shu informatsiya bor, kerakligi uchun o'shani harakat qilaman. Mana siz ham O'zbekistonda o'zbek Instagram ochganingizga men xursandman, chunki men ham ko'p o'yladim, keyin Nilufarxonni ko'rdim. Ular bilan ham mana shu Instagram orqali o'rtoqlashib oldim. Siz bilan xudo xohlasa community o'zi ko'paysin deb, va odamlarga motivatsiya bo'lsin deb, men ham katta xursandman tanishgandan siz bilan. Katta rahmat. Yana har bittalaringga rahmat deb qolaman, vaqtlaringni ayamasdan live'imizga kirib salom berganlarga. Va alaykum assalom. Uzr, tezda o'qiy olmadim. Savollaring bo'lsa yana bemalol Shahnoza opa aytmoqchi, o'zimga chiqaverasizlar. Yo, Shahnoza opaga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Men ham oxirida hammaga final qilib, men ham hammaga katta rahmat aytmoqchiman. Zapisda qolganlarda kim ko'rsa, o'sha zapisga ko'rganlarni odamlarga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman va alohida minnatdorchilik sizga. Katta rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Mavjudaxon, katta rahmat. Ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Endi bemalol Instagramda сообщениyalar tashlab turasiz. Keep in touch. Rahmat katta. Xayr.